أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Said Ahmad Bari rahimahullah yozgan Mabadiyal usul namliq bu usul fiqh haqida yozilgan dastlabki usul fiqh sohasiga qadam qo'ygan o'quvchilar uchun tayyorlangan bu kitobning 4-chi taqsimiga keldik. Biz hamisha so'zlab kelganimizdek usul fiqhini delil va hukm deb ikkiga bo'ldik. Usul fiqhi delil va hukm haqida izlashib bordi deb. Bunun için bulapmı delil hakkında izni şappardı dedik. Bugünün delilini muttafaq aleyh bo'lgan delilini tötkü bulduk. Bu olsa kitap, sünnet, icma qiyas deb. Ondan keyin biz kitapның mabhasi qilib, kitapni 24 taqsimga bo'lib, buni 20 qismga bo'ldik. 4 taqsim qilib 20 qismga bo'ldik. 4 jihatdan. Biz birinci taqsimni vujuhun nazm dedik. Yani Kur'an-ı Kerim'nin lafzının ma'nilariga qo'yilishi, tayinlanishi jihatdan vujuh nazmda 4 qismga bo'lingan bo'ldi. Xos, am, mushtarak muavval deb. Undan keyin ikkinchi taqsimni vujuhul isti'mal dedik. İkinci taqsim vujuhu al-isti'mal, ya'ni Qur'on-i Kerim'dagi lafzlarning shu ma'nilarga ishlatilishi, ya'ni haqiqat jihatdan ishlatilamdi yoki majazmi? Yani asli ma'nosiga ishlatilamdi, asli qo'yilgan ma'nosiga yoki bir sabab jihatdan boshqa ma'noga ishlatilamdi. Uchuq ishlatilamdi, yepiq ishlatilamdi degan jihatdan haqiqa, majaz, sarih, kinoya deb to'rt bo'lib oldik. Ikkinchi taqsimda. Undan keyin uchinchi taqsimni biz vujuhul bayan. Uchinchi taqsim vujuhul bayan bo'ldi. Ya'ni Qur'on Kerimning lafzlaridan ma'nilarniki uchuq chiqish yoki yepiq, maxfiy chiqish e'tibori bilan bi'tibari zuhurul ma'na va xafaihi. Buni 4ga bo'lgan bo'ldik. 8ga bo'ldik buni. Cho'ng jihatdan 2 qismga bo'lib, aqsam vodihid dilala, aqsam xafiyud dilala deb cho'ng jihatdan 2 qismga bo'ldik. Aqsam vodihid dilalani 4ga bo'ldik. Zahir, nas, mufassar, muhkam deb. Aqsam xafiyud dilalani 4ga bo'ldik. Bular qarama-qarshi keladigan mutaqabilat qilib xafi, mushkil, mujmal, mutashabih deb. Shuni hammani tafsir qilib tushuntirib o'tgan edik. Endi bugun 4-chi taqsimga keldik. 4-chi taqsim bo'lsa vujuhul istidlal. Bugun kelgan taqsimimiz yani vujuhu al-istidlal. Endi bu asosiy taqsim nima bu yerda? Bu yer asosiy taqsim nima desa, asosiy taqsim ya'ni bi'tibari dalalatil lafzi vel ma'na alel hukm. Bi'tibari dalalati el-lafzi evil ma'na alel hukm. Yani Kur'an-ı Kerim'nin lafzının yoki shu lafzdan chiqadigan ma'naning hukmga dalolat qilishi, shu hukmga delil bo'lishi e'tibori bilan 4 qismga bo'linadi. Bu 4 qism bo'lsa ibaratun nas ve işaretun nas ve dalaletun nas ve iqtidaun nas qatorliqlar. Endi biz her bir o'quvchining kalasiga qilgan bir davomli keladigan bir savol bor. Bu savol bo'lsa, bu nas ilgili darsga nas bilan bu nas ikkisi bir xil nasmi? Nas deb chiqdi. Undan keyin nima ibaratun nas deb chiqibdi. Bu hammasi o'xshash bir narsami? Desa, oldingi darsdagi bu ikkisi nas itibar jihatdan o'xshamaydi. Anasi bilan ma'nasiniki o'xshamaslik tarafi bir asosiy taqsim. Biz oldingi taqsimda u nasni nima e'tibor bilan olgan edik, bilgan edik. Ya'ni u nasni biz bayon e'tibori bilan, ya'ni Qur'on-ı Kerimning lafzidan shu ma'nolarniki uchuq holatda chiqishi yoki yepiq holatda chiqishi bunda e'tibor bilan olgan edik. Zahir, nas, mufassar, muhkam deganlarni. Ammo mayadagi iboratun nas, sharatun nasga ma'nosidagi asosiy taqsim nima desa,
bu yerda şu Kur'an-ı Kerimning lafzining hukmga, ma'niga emas, ma'nidan chiqishi emas, hukmga dalolat qilishi, dalil bo'lishi yoki lafzidan chiqqan ma'nining hukmga dalolat qilishi, dalil bo'lishi ma jihatdan to'rtga bo'linadi. Ha. Endi lekin shu narsalarni bu narsani tuqqan onasi. Oldingi darsga nas, bugungi naslarning nimasi? Onasi. Ma'u bolalari. Nimishqa? Chunki u narsani nima deb tushundirganda masiqal kalamu li ajlihi deb tushundirdi, ha? An-nassu masiqal kalamu li ajlihi. Ya'ni so'z aytilgan maqsad, so'z aytilgan asosiy maqsad dedi. Bu yergi nasmi shu. Anladın? Bu yergi nasmi so'z aytilgan asosiy maqsad. Lekin shu nas to'rtga bo'linadi. Shu nasning o'zi söz aytilgan asosiy maqsadniki ichida 4 tane qismi bor. Ba'zida undaq bo'ladi, ba'zida bundaq bo'ladi. Ba'zida birisi-birisiga qarama-qarshi kelib qolsa-da, u chaqda buniki kuchlik ojiz taraflari bor. Birlamchi ma'no, ikkilamchi ma'no. Ya'ni iboratun nas birlamchi ma'no, birinchi ma'no. İşaretun nas ikkinchi ma'no. Xo'sh, endi bunu tushungan bo'ldik. İbaratun nas, isharatun nas, iqtidoun nas, dalolatun nas deganlar bu ibaratun nas bilan isharatun nas so'zning lafzidan chiqadi. Ya'ni qanday dalolat qiladi? So'zning lafzi hukmga dalolat qiladi. Yani Qur'on Karimning lafzi ibaratun nas lafzi bilan dalolat qiladi hukmga. İsharatun nas mu shu lafziniki bir tarafi, ikkilamchi ma'nosi bilan dalolat qiladi. Lafzi bilan aloqador. Ammo dalolatun nas bilan iqtidoun nas lafzi bilan emas, balki shu lafzining ma'nosi bilan aloqador. Dalolatun nas bilan iqtidoun nasda hukm nereden chiqadi? Ma'nodan chiqadi. Chunki shuni inchki masalani bilib olish kerak. Endi xo'sh, endi bir tushuntiraylik. Musannif nima deydi? At-taqsimur rabi'. 4-taqsim at-taqsimur rabi'u bi'tibari ad-dalala. 4-taqsim dalalet itibarı bilendir deydi. Yani asas taksim bir yerda itibarı dalala. Yani el-lafzu bi'tibari dalaleti alel hukmi ala arba'ati aqsam. Yani el-lafz, yani Kur'an-ı Kerim'nin lafzi demekçi. Lafzi hükümge dalalet kılış itibarıyla hemşe dikkat kılış gerek bana. Hükümge dalalet kılış itibarıyla davat oldu. Ma'niga dalalet kılışan davatmaydı. Ma'niga qo'yganlar hammasi ma'niga dalalet kılış degan edi. Lafzining ma'niga qo'yilishi, lafzining ma'nilarga ishlatilishi, lafzning ma'nilarniki uchuq yoki maxfiy chiqishi deb unda deb kelganmidi. Endi bu yerda hukmga deb ketdim. Ya'ni shu lafzning hukmi dalolat qilishi yoki shu lafzning ma'nisining hukmi dalolat qilishi degan gap. Endi xo'sh. Bu 4 qismga bo'linadi deydi. Birinchi ibaratun nas. İkincisi işaretun nas, üçüncüsü dalaletun nas, dördüncüsü iqtidaun nas. Tamam, endi biz bularni birdan musannif bizga tushuntirib berdi. Şöyle tekrar olib qolmasin gap, shuni tushuntirib o'taylik. Musannif deydiki ta'rifu ibaratin nas. Endi ibaratun nasning ta'rifi deydi. Ma hu ibaratun nas? Nasning ibarasi degan nima degan gap desa? İbaratun nas degan masiqal kalamu li ajlihi ve urida bihi qasda. Endi beşideki derski naska ya da fakat bir cümle katip koydu. Ulumu nas degende masiqal kalamu li ajlihi deb tushundigan edi. Amma yadim masiqal kalamu li ajlihi deb o'xshash. Bunun katip koydu ve urida bihi qasda bunu teklab koydu. Yani kalam onun uchun sürülgen ve şu kalam bilan maqsad qilingan, bir maqsad iroda qilingan. Şu kalam bilan bir maqsad iroda qilingan söz ibaratun nas deb ataladi. Ya'ni bu sherdagi kalamning o'zi asosiy maqsad. İbaratun nasda şu kalamning o'zi asosiy maqsad. Bu kalam mushu maqsad uchun keltirilgan ibaratun nasda. Boshqa maqsad uchun emas. Yani birinchi maqsad, asosiy maqsad. Ya'ni so'zda asosiy maqsad bo'lgan tema nima ataladi? İbaratun nas deb ataladi. Mesela ke kavlihi Teala Allah Teala'nın kavliga o'xshash. Ve alel mevludi lehu rizquhunna ve kisvetuhun. Allah Teala'nın mushu kavli yani ve alel mevludi lehu. Yani onun için balı tug'ilgan odamning gadiniga rizquhunna ve kisvetuhun. O ayollarga
rizqni bilish va kisvatuhu ularning kiyim kechaklarini bilish. Yani ularning yemek içmekini bilish va ularning kiyim kechigini bilish lozim deyotadi. Mush oyatni qaytagan bo'lsak, biz iboratni nas, ya'ni nasning iborati. Valal mavludi lahu rizquna va kisvatuhu degan bu bir nas. Mav cümle bir alayda bir nas. Nas degan gap, yani kalamun mustafid, kalamun mufid lil hukm. Yani bir hükümni ifadalab beradigan, payda beradigan bir kamil bir cümle tam bir nas bo'ladi. Xo'sh, endi bu nasniki nasga qaraydigan bo'lsak, valal mavludi lahu rizquna kisvatuhu. Nas shu. Bu nas nima uchun keltirilgan? Bu nas nima uchun keltirilgan desa, bu nasni qaraydigan bo'lsak, arab tilini bildigan odam til nuqtasidan ha bu yerda Alloh taolo bolasi va kishiga o'zining ayollariniki kiyim kechaklarini, yemek içmekini bilish yoki ayrılıp ketgan bo'lsa, u ayollarniki ayol ayrılıp ketgan bo'lsa, bu ayollarniki shu bolaning imitish jarayonida ularniki kiyim kechigini bilish, yemek içmekini bilish. Anladın? Yani her qanday kim bo'lsin, xo'yi uni ayoli bo'lsin. Qo'li uni ayoli bo'lsin. Xo'yi uni ayrılib ketgan bolasi imitayotgan bo'lsin. Xo'yi talaq qilayotgan, talaqchida iddat tutayotgan ayollar bo'lsin. Xo'sh. Endi ularni rizqdan, yemek içmekdan, kiyim kechakdan qisib qo'ysa bo'lmaydi. Chunki shu sharoitlarning hammasida shu erga bog'liq bu ayolcha, bu sharoitlarning hammasida. Mana biz mushu hukmni mushu oyatdan iboratni nas orqali iboratni nas degan gap, ya'ni bu nasning iborati nimaga dalolat qiladi? Qanday hukmga dalolat qiladi desa, siqa bu gap li ijabi nafaqatiha va kisvatiha. Ayol kishining ayol kishiga shu ayol kishining nafaq qilish, chiqim qilish va kiyim kechigini bilishning vojibligi uchun bu oyat surilgan. Mushu iborat surilgan deydi. Demak, oyatniki zohir nas ma'nolardan iborat nas bilan mushu hukmni oldik. Ya'ni mushu hukmga dalolat qildi. Oyat nas o'zining iborasi bilan nimaga? Mushu hukmga ijobiy nafaqatiha va kisvatiha shuni dalolat qildi. Xo'sh, endi mishada biz iborat nas degan gap nasning o'zi. Nasning iborasining hukmini o'zi uch hukm dedik, ha? Tamam. Asosiy maqsad mushu. Bu oyatdagi asosiy maqsad mushu shu tuandagi ayollarga, yuqorida zikr qilingan ayollarga er kishiniki, dadiniki kiyim kechak, yemek içmekini bilish, mas'uliyatini bildirish. Xo'sh, endi hukmuhu. Bu nimaning hukmi nima? İbaratun nasning hukmi nima desa, ibaratun nasning hukmi vujubu ma sabata bihi qat'a. Ya'ni ibaratun nas bilan sabit bo'lgan hukm qat'iy shaklda vojib. Uning taxsis, xoslanishga yoki boshqa ta'vil qilishga ehtimollik yo'q. Ya'ni vojib dedimi? Şu ayakışına geldiğinde ayakışındaki çıkımları vacip dedime vacip. Vacip dedime vacip. Ona hiç qanday bir tevil kelinmeydi. Yani bir yerdeki en güçlü ibaret nas. Bu dört kısımdan en güçlü ibaretun nas. İlgili de zahir en aciz idi. Nas onun güçlüler. Mufassar onun güçlüler. Muhkem onun en güçlü idi. Hem de mayada üzüp ekşi. Ve birincisi ibaretun nas en güçlü. Onun ikilemci orada durduğuna işaretun nas. İşaretun nas. Ve ta'rifu işaretin nas. İşaretun nas'ın tarifi değil. İşaretun nas diyen ey ma sabata bin nas'ı. İşaretun nas mu belki yani kemmeydi. Bu maçı nas bilen sabit buludu. Aşı nas bir cümle mufide hüküm. Hükümünü ifade eden bir cümleden sabit buludu bu ma. Aşı cümledeki kıtıdı ba. Velakin lem yusakil kelamu li ecdi. Bırak ma ibadet nasga o'xshamaydigan yeri jumla alohida mushu maqsad uchun keltirilmagan. Jumla bu so'z alohida mushu maqsad uchun aytilmagan. Lekin iboratning nas uchun so'z alohida shu maqsad uchun aytilgan. Alal mavludi lahu rizquhunna va kisvatuhunna oyat asosiy maqsad nima? Shu er kishiniki gadinga shu ayollarniki chiqimini vojib qilish uchun. Ammo ishoratning nas desa alohida uchun kelmaganligin ikkilamchi ma'no. Yani ma'na thanawi. Bunda ikkilamchi ma'no bor. Anda o'g'andigin fala yakunu zahiran min kulli wajh. Degan, anda o'g'andig u hamma vajhidan oshkor bo'lmaydi. Iboratun nas har vajhidan oshkor. Iboratun nasni arabchani biladigan odam bo'lsa ma'nosini tushuna oladi. Arabchani biladigan odam bo'lsa ma'nosini tushuna oladi. Lekin
İşaretin nesli dese katı hoşyar, mujtehid olmasa bunu ma'nosini tushunolmaydi. İşaretin nesli bilan iborat nesli farqi shu. Ke kavlihi ta'ala mesela Allah Teala'nın kavli olsa yani şu ayetin özü ve alel mevludi lehu rizqun diye ayetinin neftel özü. Bunun da nemek işaret varsa fihi işaretun ila ennen nesebe ilel aba. Yani nesep dadığı buludu diyen işaret bu ayette. Hayır öyle bana. Bu katı yani usulünden ne kadar müştehid alimlerin ne kadar kalısının ötkürlükünü verdik gösteriyor bizge. Bizim kalımızga ve alel mevludi lehu rizquhunna ve kisvetuhun dese. Yani fakat dadı girdi kalımızga. Yani balı tuğla adam. Balısının dadısı bu adam. Bu kısı buludu ayağa yemek içmekini kim içkini verse buldu da düşünümüz buldu. Geldiğinde vacipken. Yaptı. Şuraya şunu alayımız. Ama müştehidler yine tıkımı dikkat kıldı bir yere. Demiş Allah Teala bir yerde ve alel validi kisvetuhun demeydi o. Demiş ki alel valid de koymuyor. Alel mevludi ile bunu kıyın. Kur'an-ı Kerim'den asan tutsa, kısa söz eydiğen kitap tutsa, bak yani uzun söz demeydiğen, kısa söz eydiğen kitap tutsa ne bu? Ve alel valid dese asan o. Demiş ki ve alel mevludi lehu deydi o. Dese yani demiş ki lam bir lam lam lil ihtisas. Lam'nınki milk manası var. Onunki milk onunki diyen. Ama biyadaki lam üzerine hakiki manası bir şey edilmeydi yani bala dadındaki kule mülke diyenlik manası demez belki yani bala dadı has yani balının metik bes nesep diye manamız. Balının nesibi dadı has anı kalmaydı. Bala nesep ne? Anıdın ammayın mı alıdı? Dadıdın alıdı. Balının nesibi devamlı mesela gulam dese Abdul Ehad deb alıdı mesela. Yani Süleyman dese gulam deb alıdı mesela. Yani andanın bir damayı anısındaki nesibini ammaydı. Diyen işaret neymiş ya inçkilikten çıkırıvatıdı. Mevludi lehu deb onun için tuğulgan bala diyen bu bala onunki iken. Nemesi anının amesi bala diyecek balının nesibi demek yani balının nesibi dadısı mı diken. Diyen hüküm neymiş nereden aldı? Şu ayetten işaretin nesbilen aldı fukahalar. Hoş hem de bunu tekimi bir adli bir misal eden işaretin nesbini çözdük desem adli bir misal eden. Mesela siz bugün beni ziyaret kıldınız. Mesela öydeki asasi maksadınız kimini ziyaret kılış? Beni ziyaret kılış. Bu sizin asasi maksadınız ibaretin nes. Sizin beni ziyaret kılıştığınız ibaret asasi maksadınız ibaretin nes. Kimini ziyaret kılırken çağda siz ya da birimizde belini gördünüz. Bu birimizde belini görgeldikiniz ne oldu bir yada size işaretin nasıl oldu. Yani siz beni görgeldikken beni inemde birimizde belinin bağlılığını ne okudunuz? Gördünüz. Mağazın asasi maksadınız mıydı sizden? Asasi maksad demezdi. Lakin bu bir ameliyat. Birimizde belki bir şey bakiyen. Yani birimizde belki ameliyatta abdan sıcak kalkanını gördüğünüz belken. Asas maksadımız bu musun mu? Lakin emniyette hakikatte bu bakken. Xuddi shuningdek. Miyadaki ayetning asosiy maqsadi er kishining geldiğinde nafaqani vacip kılış. Lakin bunda qarasak, mishadi billi yine şu ayetning mazmunining o'zida yine dadının geldiğinde nasab degan dadıga mangadiganligi ayetning o'zida bor ekan. Buni inchikilab tekshirish orqali. Shuni ishorat qilyapti, ishorat. Shuni ishorat deydi buni. Bu çok salih demaydi yana. Salihul aya emas. İbadetin nas degan salihul aya. Lakin işaretin nas şu işare, lemha. Bunun qattiq aqlni ishlatganda, tadqiq qilganda andan bilgili bo'lgan gap. Masalan, yana Qur'on Kerimda bir oyat bor. Allah Teala şu ganimetlarni taqsim qilishniki yo'llarini bayon qilib, andan ve ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi ve lirrasuli ve lizil qurba ve liyatama ve mesakin ve ibnis sabil degan oyatning oxir davomida للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. Bu mali ganimet yeni birge üzünün yurtlarından çıkarıvetilgen muhacirlerin fakirleri üçündür diyen yerde. Yani namarat muhacirler üçündür diyen yerde şöyle karardıgan olsak ayette asli muhacirler yurtlarından çıkarıvetilgende eşkası namarat muhacirler emesiydi. Hemisi bay. Hatta Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu mal dünyalarını netçe tügülerge atmadığı aynı köp mal dünyası var idi.
Medine'ye bakanda şunda namaratki bir halatga berip kaldı ki kiyim kecheklerim yok halatga kelip kaldı da bir kunlar mescidga chiqolmay kaldı kiyim kechekleri yok. Bunda halatda bo'ldi. Demek bu nima namaratlab kaldı. Dese Allah Allah'ın Resulü deb yurt makan pul mallarını taşıyıp ketdi ular hammasi. Shuning uchun endi namaratlab kaldı. Ularniki pul mallarını kafirlar egallab oldi. Endi biz mishada yani mal ganimet ilinganda bu mal ganimet kimga berilishi kerak? Shu endi shu yuqorqi berilishdan birga shu yurt makonlarni haydab chiqarilgan bechora asli boy bo'lgan lekin kafirlar pul mallarını tatib olgan shu muhacir fakir namratligini berilishi kerak mal ganimetlar deb Alloh taolo deb berdi. Bu yerdan biz işaretin nas yo'li bilan nima bilan ganimetning iboratin nas bilan ganimetning muhacirlarning fakirlarga berilishi bo'lganligini bildik. İşaretin nas bilan nimani bildik desa, ya'ni Alloh taolo muhacirlarni namarat deb atadi. Asli bu boy edi. Demak, agar musulmonlarning yurtini kafirlar egallab olsa, egallab uy mulk, mol mulklarini tatib olsa, onu shuni bu chiqib bilakaga chiqib qolsa, musulmonlar bilakaga chiqib qolsa, buniki uy, mol mulk, mol dunyolar hammasi kafirning ilkiga, mulkiga hisoblanadi. Ya'ni musulmonning mulki igdorchiligini chiqib ketadi. Ondan keyin masalan, bilakaga yaqin yurtlarda u mollarning zakotlari, har yili zakot qiladi mol dunyoga. Birinchi mol dunyoning zakotlari kelmaydi. Uniki ilkidan zimmasidan chiqib ketganligi uchun mol dunyoning zakoti kelmaydi. Uniki sual surug'i qamatkin sual surug'i ham unga bo'lmaydi. 2. Undan keyin endi kunlarning birida Alloh taolo nusrat ato qilib, yeni bo'lib fathi bilan, nusrat bilan qaytib kelib, yer zamon makonlarni tatib olsa, og'a vaqtining o'zida u shu uy mulklarni musulmonlarning o'rtaq g'animatlarga tashlanib, shu yerdan ulashtirib beriladi. Ya'ni aslida moya meniki deyanmaydi. Bu faqatla musulmonlarning o'rtaq mulkiga, o'rtaq o'lji g'animatga aylanadi. Bunda hukmlar hammasi ishoratning nas bilan chiqadi. Ishoratning nasga intayin muhim. İbaratning nasni hammadan bilalaydi. Arabchani bilalaydigan odam iboratning nasni bilalaydi. Lekin ishoratning nasni bilish uchun mujtahid bo'lish kerak. Intayin tirishchan olim bo'lish kerak. Faqih. Xo'sh. Hamda bu yerda nima dedi desa, ishoratun ila anna nasaba ila al-aba deydi. Xo'sh, hukmuhu İşaretin nasıl hükmü ne dese, işaretin nasıl hükmü vücubu ma sebete bihi qat'a. İşaretin nasıl hükmü işaretin nasıl bilen sabit bo'lgan narsaning ki qat'iy vojibdir. İşaretin nasıl bilan qanday bir hukm sabit bo'lgan bo'lsa, bu hukm qat'iy shaklda sabit bo'ladi. Yani zanni emas. Faqatla de illa anna ibaratan nas faqatla ibaratan nas haqqu inda ta'arud. Agar iboratin nas bilan ishoratin nas qarama-qarshi kelib qolgan chaqda, qarama-qarshi kelib qolsa da, shu chaqda iboratin nas olib qo'yiladi. Bunda ish bir g'ashim bormi? Anda qarama-qarshi kelib qolgan ishlar bo'lib qolamdi desa, bo'ladi. Nima ish qilsa? Chunki kalam iboratin nas, ya'ni kalamning asosiy maqsad iboratin nas. Shuning uchun hukm iboratin nasga beriladi. Ishoratin nas ikkilamchi ma'no bo'lganligi uchun agar biz qarshi kelib qolgan chaqda ishoratin nas qolib qoladi. Masalan, Peygamber aleyhisselam ne dedi? Ayol kişinin hez görüp kalan ayol kişinin dedi hakkında Tek'udu şatra dehriha la tasum ve la tusalli. Ayol kişi yüzündeki zamanının yarımında rozumu tutmaydı, namaz mı okumaydı, önünde oturdu dedi. Bu hadisten yufhamu minhu bunundan heznin en köprek 15 gün diye gep çıkıyordu. Şu hadisten. Bir ayol kişinin zamanının köpe, zamanının yarımı diye gep bir zamanını bir ay desek mesela bir ömrünün yerimi dese mesela 60 yıl ömür geçen olsa kaç oldu? 30 yıl oldu da. Hem de bir yerdeki değer degende ay manası alsak aynıki yerimi degen 15 gün degen gep. 15 gün nima qiladi o? Namoz o'qimaydi, ro'za tutmaydi, hech hisoblanadi. Degandan bu hadisdan ishorat nas bilan, ishorat yo'li bilan nima tushunamiz? Anda ayol kishiniki heyzning ko'p miqdori 15 kun kelgan. Ayol kishining heyzniki muddatining eng ko'pi 15 kunga nega chiqdi ishorat nas yo'li bilan. Ya'ni ayol kishining heyzning muddatining ko'pi 15 kun degan hukm ishorat nas bilan chiqdi. Ya'ni biz taqudu shatra dahriha la tasum va la tusalli degan hukmdan. Endi biroq bu
Mushu hükümün o'zi Peygamber Aleyhisselam'daki yeni bir hadisideki kavliga qarshi qarshi kelib qoladi. Bu bo'lsa Peygamber Aleyhisselam aqallul haydi salasatu ayyamin ve layalihinna ve aktsaruhu 10 ayyam degan hadis. Hayızning eng azi 3 kunduz, ko'pi 10 kun degan hadis var. Xo'sh, endi ma'vo iboratun nas. Bu yerdagi bu hadis nima uchun kelgan? Ya'ni hayızning muddatining azi 3 kun, ko'pi 10 kun ekanligini bayon qilish uchun kelgan. Mushaqda bu iboratun nas. Anda olgandaki mishada ishoratun nasni nima? İbaratun nas besib tushadi. İşaretun nasni iboratun nas besib tushadi. Anda mushiga farqi mushu mana deydi. Xo'sh, endi ta'rifu dalalatun nas. Dalalatun nasni ta'rifi deydi. Ta'rifu dalalatun nas. Dalalatun nas degan nima desa, dalalatun nas degan ma sabata bi illatin nasi lughatan la ijtihadan. Dalalatun nas deganimiz ya'ni nasning illati bilan sabit bo'lgan narsa, ya'ni nasning ma'nosi bilan degan. Nasniki lafz bilan emas, ma'nosi bilan. Illati bilan, ya'ni lughatan. Illati degan gap shu ma'nosi hamda. Lug'at jihatdan, la ijtihadan, ijtihad jihatdan emas. Buni degan gap. Ya'ni dalalatun nas so'zning ma'nosidan sabit bo'ladi. Masalan, Qur'on Karimda bizda naslar hammasi nusus shar'iy hammasi ma'lum. İlletlik bulunur. Asıl kaide. Şer'i neslerin hamının illeti var. Allah Teala bunda kılama degen bolsa bununki nima üçün var. Bunda üçün bunda kılmanı deydigan. Endi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ata-ananiki hakkında fela taqul lehuma uffin. Ata-anı uff mu demen dedi. Endi ibaretinde söylenen bir yerde ata-anı uff deyişten haramlık çıktı. Hoş. Bizning ham bu yerda dalolatun nas bor. Dalolatun nas bu ufdan emas, ya'ni buning ma'nosidan chiqadi. Alloh taolo ya'ni illatidan chiqadi, ma'nosidan chiqadi. Nima uchun atani uf demangdi? Nima uchun? Nimada? Nima uchun uf demangdi desa, chunki ata-onasimda bir ish bo'lgan chog'da uf voyjon desa, ata-onasiniki bak ish qilsa buni hodiryotgan, bak charchitayotgan. Lekin bu degandek ata-onaniki ko'ngliga azor berdigandek bir ish bilinib qolgan eng tuvan daraja. Demek ata-onaga azor yetdi ekan. Bolam menga ish qilib bersam g'udur deya menga deb ata-onaga azor yetdi ekan. Bu yerdagi asos illat, sabab, maqsad, yani uf deyishdan to'sashlik sabab maqsad nima ekan? Yani ata-onaga azor bermang degan gap ekan. Degandek illat bu shu. Buni ma'nosi degan shu. Endi mushu illat, xo'sh. Shu faqat uf degan gapni qarab qolsa emas. Uf degan gap xos bo'lgan bilan buni illati am. Azar berish, ya'ni qanday turush, tillash, har turli azar berishning hammasi ashunday ichiga kirib ketadi. Bi tariqi avla. Ya'ni mayadagi yo'l uf degan yerda ata-onaning tili qilolmaydi, to'g'ri qilolmaydi, urush qilolmaydi, gap talash qilolmaydi, gap talash qilolmaydi. Hech qanday hammasi harom degan gap. Tushundingmi ma'nosini? Ya'ni bu lug'atning o'zidagi so'zning o'zidagi bi illatin nasi lug'atan. Ya'ni lug'atan degan la ijtihadan degani bu ijtihad emas, ijtihadlan emas bu. Ijtihadlan bo'lqasi qiyos bo'lib qoladi. Qiyosning hukmi zanniy, qiyosning dalili zanniy, ma'noning dalili zanniy emas. Bu lug'atda bor. Arab tilini tushunadigan odam bo'lsa, aqli bor odam bo'lsa, bilalaydi buni. Shuning uchun buning mujtahid ketmaydi. Shu buning hukmi qat'iy. Qiyosdan chiqsa hukmi zanniy bo'lib qoladi. Lekin bu qiyos emas, qiyos bo'lmaganligi uchun hukmi qat'iy. Ya'ni Allah Teala ki kavlihi Teala fela taqul lehuma uffin. Allah Teala ata-onangiz uf demang deganidan chiqadigan hukm tillash va urushning haromligi bitalik avlo chiqadi. Bu bidalalatin nas. Dalalatin nas deyiladi. Ulima minhu hurmatu darbi ve shatm. Mana bu shu Allah Teala'ning qavlidan urushning va tillashning haromligi bilindi deydi. Nimishqa uf degan so'zning o'zi nima uchun Alloh taoladan illat so'raymiz? Nima uchun buni to'sadi? Bu xatosh mufti ish degan desa, ata-ona bir ish qilib bo'lgan ata-ona uf voyjon deyish, ya'ni g'udurash. Ata-onaga azor beradi. Ata-onaga shunchalik darajada azor berishga bo'lmagan yerda uningdan cho'ng chekirlik azorni berish bitariqi avla albatta harom bo'ladi degan bunda hukm bilan. Shunday deymiz dalolatun nas. Ya'ni so'zning lafzining o'zida yo'q. Uffin degan o'zida
ata-onani urush, tilash harom degan gap yo'q. Lekin buning ma'nosida bor. Buning ma'nosida va illatida bor. Dalolat nasiga mush. Buni hukmi nima desa, buni hukmi vujubu ma sabata biha qat'an. Ya'ni dalolatning nas bilan sabit bo'lgan hukmning qat'iy shaklda vojib bo'lishi. Dalolatning nas bilan bu hukm sabit bo'lsa, bu hukm qat'iy shaklda vojib bo'ladi. Ya'ni zanniy emas. Farz, o'xshash farz bo'ladi. Masalan, ata-onani o'tirib uftish harom bo'lsa, urush, tilash bitar qavla harom. Tig'im kuchli harom bo'ladi, biz uni tuvar emas demakchi. Va tufidu umum al-hukmi li umumi illatihi. Endi dalolat nas hukmning omliqini foyda beradi. Nima uchun desa, uniki hukmning illatining bu nasning illatining om bo'lganligi uchun. Bildirdimmi? Uf degan xos. Uf deman desam. Lekin azar bilish degan gap om. Har turli azar belgili bo'ladi, ha? Andagandiki azar bilish om bo'lgandiki buni hukmimi uf degan xosga qarab qolmay nimaga? Omga, illat om bo'lgan illatga qarab hukmimi om bo'ladi. Yani urush haram, tilash haram, her türlü azar bilish haram ata-ona degan gap bo'ldi. Xo'sh, endi ta'rifu iqtido'in nas. Iqtido'in nasning ta'rifi. Ham iqtido'in nas deganda diqqat bizni 3 ta atalg'imizni bilib kerak. Birinchi al-muqtadi, ikkinchi al-muqtada, uchinchi iqtido. Al-muqtadi degan nima desa, masalan, Qur'on Karimda bir lafz keladi, bir oyat. Bir nas kelsa, bu nasniki biz ma'nosini udul tushunsak tushunmaymiz. Udul tushungani bo'lmaydi. Bu nas bir narsani yeni bir so'zni taqozo qiladi, talab qiladi. Bu nas yeni bir so'zni talab qiladi. Unda olgan bu nasning o'zi muqtadi, ism fa'il, talab qilguvchi. Yani yeni bir so'z kelish kerak deb. Uni kenidan muqtada. Muqtada bo'lsa qavlun muqaddar. Endi bu shu nasni to'g'ri tushunishimiz uchun taqdir qilinmasa bo'lmaydigan, taqdir qilinib tegishli bo'lgan so'zning o'zi muqtada deyiladi, ism maf'ul bilan. Bu muqaddar, nima? Qavlun muqaddar. Endi bu shu muqtadi bilan muqtadaning o'tirishdagi aloqa, ikkisi bir-biriga munosib keladigan, bog'lab turadigan aloqa iqtido deb ataladi. Shunday, bu şey bo'lishi kerak. Xo'sh, iqtido'un nas. Iqtido'un nas degan nima desa, ma la yumkinul amalu bin nas illa bi sharti taqaddumihi alayh. Iqtido'un nas, nasning talabi, taqozosi degan ba'zida naslar keladi. Qur'on Karim qisqa so'zlashni yaxshi ko'rganlik uchun ba'zi yerlarda qisqa so'zlab qo'ydi. Shuning bilan bu qisqa so'zlash uchun cho'qim shu nas yeni bir so'zni mishak taqdir qilishni talab qiladi. Mushu so'zni biz taqdir qilmoqcha bu nas tushunilmaydi, bu nasga amal qilinmaydi. Iqtido nas degan nima desa, bu nasga amal qilish illa bi sharti taqaddumihi alayhi. Ya'ni shu muqtadoniki nasning oldiga o'tab taqdir qilinish sharti bilan amal qilish mumkin bo'ladigan, bo'lmasa mumkin bo'lmaydigan shunday bir so'z var, shunday ataladi iqtido'un nas. Demak, bu ma'niga qaratiladi. Ya'ni lafzda yo'q, nasning lafzida yo'q, lekin nasning ma'nisi nima qilib taqozo qiladi? Bu bir ma'no. Masalan, ka qawlihi anti taliqun. Masalan, bir odam ayolga sen taloq degan bo'lsa, yaqtadi thubut at-talaq. Bu ya'ni talaqning sabit bo'lishini, talaqning tushishini talab qiladi. Sen taloq degan gap, ya'ni men sana talaqni tushirman. Men seni taloq qilman. Ana utalliquk degan bo'ladi. Ya'ni ana uqi'uka talaq degandek, taloqni men sana tushirman degan ma'noni isbotlaydi. Va qavlihi alayhi payg'ambar alayhisolamning qavliga o'xshamasdan, rufi'a an ummati al-khata'u wan-nisyan. Masalan, payg'ambar alayhisolam mening ummatimdan xatolik va unutib qolish kutilib ketdi dedi işte. Bu şey desini nasga qaraydigan bo'lsak, amaliyatga qarasak, ummat xatolashamdi, xatolashmamdi, xatolashidi. Ummat unutib qolmamdi, unutib qoladi. Payg'ambar alayhisolam kutilib ketdi desa qanday gap desa, ha, bu nasning o'zi mishaga yana bir qavl muqaddarni talab qiladi ekan, taqtadi. Mishaga bir qavl muqaddarni taqdir qiladi ekan, talab qiladi ekan. Bu talab qilgani bo'lsa nima? Masalan, kalimat ism. Ya'ni rufi'a an ummati ismul khata'i wan nisyan. Qur'on Karimda şu ayette Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana dedi mi? Endi eğer unutib qolsak, xatolasak, biz so'rishdi qilmang, jazolamagan bo'lsangiz ya Alloh degan oyatda mazmun shuni ko'rsatdi. Ha, demak bu yerda ism ekan, ism. Ya'ni mening ummatimdan xatolish, ya'ni savallik bilan, xatolik degani bizning uyg'urchilikka xatolik emas, savallik. Savallik bilan qilsak, maqsadida yomon niyat yo'q, lekin o'zi savallik bilan qilib solgan.
severlik bilan qilib salgan va unutib qilib salgan. Masalan, bir odam ro'za tutuldi, lekin esida yo'q, unutib qilib tamoq yapsapti. Andin. Yoki bo'lmaydi, bir odam halqa bilak bilasi attım deb halqa bilak bilasiga etib septi. Mesela insonda menga hayvon bilak insonga etib septi mesela. Ayda bu geldi bunu kemining gunohi nima? Alloh taolo gunohini kutib o'tadi. Qaslab niyat qilmaganlik uchun. Lekin hukm ko'tarib ketmaydi. Hukmi bor. Nimada masalan qisas masalalarda hukm joyida bo'ladi, lekin gunohi ko'tariladi. Ro'za masalasida hukmi bilib ko'tariladi. Adam nima qilgan bo'lsa, unutib qolib tamoq qilib salgan bo'lsa, buniki ro'za sinmaydi. Ro'zimi sinmaydi, gunoh bo'lmaydi. Lekin xatolashib, biz hozir tong otdi deb o'tirib, tong otdi deb o'ylab tamoq yegan bo'lsa, nima tong otmadi deb tamoq yegan bo'lsa, tong otgan bo'lsa, bugun qazoni tutadi. Hukm ko'tarilmaydi degan gap. Lekin gunoh ko'tarilib ketadi. Bunday gap. Xo'sh, endi hukmuhu bu hukmuhu iqtidoun nasning hukmi nima desa, yathbutul muqtada bid darura. Mushu muqtada, ya'ni nasning taqazzo qilgan taqazzosi, nas taqazzo qilgan, taqdir qilinadigan narsa bid darura degan darurat yo'lidan sabit bo'ladi. Darurat yo'lidan, ha? Bunda degan gap, ya'ni fayutaqaddaru bi qadariha. Ashu zaruratning miqdori bilan taqdir qilinadigan davom ekan. Anda fala yasihu niyatus salat masalan. Anda o'g'andikin fala yasihu niyatus salat fi anti taliq. Anti taliq degan gapda bir odam anti taliq deb sarih gapni qilib o'tib, 3 taloq niyat qilgansa durust bo'lmaydi. Anti taliq degan gapdan faqatlam zarurat bilan subutut taloq sabit bo'ldimi? Anda o'g'andikin faqatlam bir taloq sabit bo'ladi. Bir taloq bilan kifoyalanadi hukmda. 3 taloq deb niyat qilsa olmaydi. Endi masalan Alloh taolo Qur'oni Karimda masalan agar bak qisilib qolsanglar uchrab qolgan narsani, qisilib qolgan chog'da yezib bo'ladi deb ruxsat qildimi? Aşağıdami yine biz nima qilamiz? Ad-darurat tuqaddaru bi qadariha degan qoida bo'yicha shu o'lmig'ichilik, ulab qolmog'ichilik, jon saqlay olg'ichilik yezib bo'ladi deb nima qilamiz? O'sha iqtidoun nas bilan deymiz ashadina. Faman turra g'ayra bag'in wala maqmasatin. Faman turra g'ayra bag'in deb oyat bor. Shu oyatligini biz qada qilamiz, ya'ni o'lmig'ichilik yesa deganni iqtidoun nas bilan shu kunni chiqaramiz. Xo'sh, demak, masalan bu intan ko'p uchraydi Qur'oni Karimda. Vas'alil qaliya deb keladi. Vas'alil qaliya desa, ya'ni Yeziddan so'rang degan gap. Bu Yeziddan bilan so'g'ilolmaydi. Ya'ni siz mush Yezid ahlidan so'rang. Ahl degan gapni taqozo qiladi shu nasning o'zi, ahl degan gapni o'zi taqozo qiladi. Shu biz o'sha ahl degan gapni chek taqdir qilamiz. Buni hammasi iqtidoun nas deb ataladi. Xo'sh, deb va ba'dal farag'i min al-aqsam al-isham bu 20 qismdan farqlab bo'lgandan keyin biz mush 20 qismdan mush 20 qismga aloqador bo'lgan shaylarni zikr qilamiz va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.